Qabohat urug'i. Insoniyat jonzotlar orasida eng aqlli bo'lish bilan birga eng vahshiysi ham sanaladi. Chunki u nafaqat atrofidagi tabiat, borliq, havo, suv, yer, hayvonot dunyosi, balki odamlar va o'ziga ham ziyon yetkazishga qodir. O'z qilmishlari bilan hayotini barbod etgani yetmaganidek, ataylab yon atrofidagilar hayoti va sog'ligini ham xavfga qo'yishga intilayotganlar qancha. Lavhamiz qahramoni ham o'zi jahannam tubiga qulayotgani yetmaganidek, boshqalarni ham jarlik tomon tortdi. Gap OIV kasalligiga chalingan va o'z kasalini boshqalarga qasddan yuqtirgan ayol haqida. Qabohat urug'i. 2002 yil G'ijduvon tumanida tug'ilgan qiz 11-sinfni tugatgach, oilasidagilar bilan kelishmay qolib, uydan chiqib ketadi. O'ziga tungi klubdan ish topadi va ishdan bo'sh vaqtlarda fohishalik bilan shug'ullana boshlaydi. 2021-yilda sog'ligi yomonlashib, tuman kasalxonasiga murojaat qiladi. Zarur tahlillardan so'ng qizda OIV infeksiyasi mavjudligi aniqlanadi. Shu zahotiyoq shifokorlar uni ro'yxatga olishadi va majburiyatlari tushuntiriladi. O'zida mavjud bo'lgan infeksiyani qasddan boshqalarga yuqtirsa, jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantiriladi. Biroq qiz o'zi tanlagan yo'lida davom etadi. Ya'ni u pul evaziga erkaklar bilan jinsiy aloqaga kirishib, afsuski bunday vaziyatda sheriklaridan kasalligini yashirib keladi. Kunlardan bir kuni do'stlarimiz bilan G'ijduvon tumanidagi tungi klublardan biriga dam olishga bordik va bu qiz bilan xuddi o'sha kuni tanishdim. Balki spirtli ichimlik ta'sirida bo'ldimi, bu qiz bilan jinsiy aloqa qilishga kelishib oldik va undan keyin bir necha marotaba aynan o'sha tungi klubda va boshqa joylarda u bilan ko'rishib jinsiy aloqaga bo'ldik. Qizda bu kasallik mavjudligini bilmasdim, to'g'risi. Bilmaganligim uchun ham himoya vositasiz bir necha marotaba yaqin aloqada bo'lganman. Qilgan ishimdan, xatti-harakatlarimdan juda ham pushaymonman. O'z tengqurlarimga shuni aytmoqchimanki, hayotda mana shunday pala-partish hayot kechirmaslik kerak. Bilib bilmagan odam bilan jinsiy aloqada bo'lish juda ham yomon oqibatlarga olib kelishini yana bir bor aytmoqchiman. O'zini oqlash uchun qarangki nobakor ayol mijozlarimga kasalligimni aytgudek bo'lsam, men bilan aloqaga kirishmay qo'yadi va pul bermaydi degan sababni keltirmoqda. Nahotki inson shu qadar tubanlikkacha tusha olsa, o'z nafsini qondirish, arzimagan 50-100 ming so'm pul uchun oilasi, farzandlari bor, soppa sog'lom erkaklarga bu kasallikning naqadar yuqumli ekanini bila turib qasddan yuqtirsa. Albatta, ayolning bu qilmishini-ku pul topish, jon saqlash ilinji deb baholasak, u bilan jinsiy aloqaga kirishgan erkaklar qilmishiga nima deb baho berish mumkin? Tungi klubda do'stlarim bilan o'tirganimizda ozgina spirtli ichimlik iste'mol ham qilgandik. Keyin bir qizni ko'rib qoldim, o'ziga tortadigan ekan, bir chiroyli kelishgan. Shu gaplashib qoldik, nomerini oldim. Keyin kechgacha shu tungi klubda bo'lganimizcha birga bo'ldik, yaxshi bir kirishib ketdik, tanishdik. Keyin tungi klubdan chiqib do'stimiznikiga ketdik. Do'stimizga bordik birga. Jinsiy aloqa qildik. Keyin shu bilan yaqin bo'lib ketdik-ku, har kun ko'rishadigan bo'lib qoldik-da. Jinsiy aloqa qilish uchun pul ham bera boshladim unga. Keyinchalik bilib qoldim, bu qiz kasal ekan. Shu qilgan harakatimdan keyin ota-onamning yuziga qaralmaydigan bo'ldim-da. Mahallada bosh ko'tarib yura olmayapman. Farzandlarimni ko'ziga qarolmayapman. Qolgan insonlarga ham tavsiyam shuki, pala-partish jinsiy aloqa qilish, notanish insonlar bilan tanishib jinsiy aloqa qilish bu yomon oqibatlarga olib kelishini aytib o'tmoqchi edim. Ofisant qiz bor ekan. Ofisant bilan tanishdik o'sha yerda. Telefon nomerini berdi. O'tirishdan keyin telefon qilishini so'radim. O'tirishdan keyin telefon qildi, ketib uyga borganimizda mendan pul so'radi. Qancha deganimga 100 ming so'm dedi. Hay, 100 ming so'm pulni berdim. Keyin birga aloqada bo'ldik. Men bilmagandim bu qizni bunaqa kasalligini. Agar bilganimda bunaqa narsalar bo'lmasdi. Men juda ham afsuslanaman. Men boshqalarga o'zim fikrimni aytaman. Bunaqa ishlar qilmaslik kerakligini aytaman.
Tergov harakatlari davomida mazkur ayol 20 dan ortiq erkaklarga jinsiy aloqada bo'lish orqali OIV kasalligini yuqtirganligi ma'lum bo'ldi. Tasavvur qilingan 20 ga yaqin erkakning oilasi guldek ayoli bor. Demak, bitta ayol va bir lahzalik ehtiyotsizlik shuncha oilaning boshiga kulfat yog'dirgan. AIDS kasallik bilan insoniyat qariyb 50 yildan buyon tanish. Uning yuqumli ekanini, hayot uchun xavfli kasalligini ham yaxshi biladi. Biroq o'z nafsini jilovlay olmaslik uni mana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelishini unutadi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudida ayolning jinoiy harakatlari mazmunan ko'rib chiqildi va unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi bilan ayblov e'lon qilinib, 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hikoyamiz qahramoniga sud jazo tayinladi. Guldek oilasi, suyukli ayoli va o'zining sog'ligini xavfga qo'ygan xiyonatkor erkaklarchi? Albatta, xulosani o'zingizga qo'yib beramiz. Qabohat urug'i